Assalomu alaykum Toshkent. Hammalaringni yaxshi ko'raman. Shunchalik bo'yimni kutib, shu darajaga kelib, qo'llab-quvvatlab turganlaringdan juda ham katta xursandman. Bu birinchi raund yutganim bu omad bilan yo boshqa narsa emas. Bu tinimsiz mehnat, boshqa daraja degani bu. Men xalq sizlarni chempionlaringman, sizlarni sportsmenlaringman. Oxirigacha boraman. UFC'mi, boshqasimi, hamma hech qachon orqaga qaytish yo'q. Sizlarni yaxshi ko'raman. Oldinga qo'ygan maqsadimiz inshaalloh sizlar duolaring bilan UFC'ga Xudo xolasa katta yangilik qilaman. Sabr bilan shu kungacha erishib kelganman. Alhamdulillah bundan keyin ham sizlarni qo'llab-quvvatlab turib, duolaring bilan Xudo xolasa UFC'ga chiqamiz. O'zbekistonga yana bitta tarix yaratib, UFC'da urushib yurgan o'zbek sportchilariga o'xshab harakat qilamiz Xudo xolasa. Hammaga katta rahmat. Komandamga birinchi o'rinda rahmat aytmoqchiman. Trenerim Dimaka. Bu inson hamma biladi, Dimaka o'ziga qilmagan narsani bizga qilib, shunchalik harakat qilib, mana shu bitta menga emas, hamma Fayt Bazan bolalariga. Biz Fayt Bazan nomidan sizga rahmat aytmoqchimiz, trener. Alloh rozi bo'lsin. Yaxshi ko'ramiz. Bu insonni hamma biladi. Odat bo'lib qo'yganda poyezdni har daf'a yutganimda poyezdni padarga qilardim. Hozir poyezd boshqa joyda. Keyingisiga Xudo xolasa Asadbekka va'da berdi, olib keladi inshaalloh. Bizda akamizni padargasi boshqa kerak ekan bering aka. Akamiz ota-onamga umra safariga yo'llanma berdi. Alloh rozi bo'lsin aka sizdan. Xursandman. Rahmat aytmoqchiman Oktagon ligaga. Men Oktagon liga bu uyim. Shunaqa vazn yaratib berganlarga, Oktagon ligaga, trenerlarga, yaqinlarimga hammaga katta rahmat. Sultan Tibetov, spasiba. Всем rahmat. O'zbekiston olg'a hammani yaxshi ko'raman. Rahmat. Doston Basonov